Hürmetli vatandaş, leksiyanın devamı. Mavzumundaq çisla 2022 yıl 5. ayının 8. gün. Bir uflap kopupla Rusiyanın hücum qilish aktivligi boshib ketdi. Ukrayna armiyasi shiddatli hüjumga o'tdi. Mavzuli xabar 5. ayının 7. günü Vanvi torbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bugun eng ahamiyatli axborot mundaq ko'rsatildi. Sergey Shoygu qattiq gap qildi. Rossiya Federatsiyasi Davlat Mudofaa ministri Sergey Shoygu qattiq gap qildi. Ukrayna 5. ayının 9. günü Krimiya ko'vrigini portlatadigan bo'lsa, Rossiya armiyasi chaqmoq tezligida Ukraynaga harakat qilinib, Kiev shahrini tüp-tüz qilib o'tamiz. Bugun atganda Rossiya agentligi mundaq oshkorildi. Bir urush bilan ilohlashtirilgan Rossiya Davlat Mudofaa ministri Sergey Shoygu mundaq ko'rsatdi. Rossiya Markaziy istixborot idorasidan kelgan xabarda oshkorlanishicha, Rossiyaning vatan urushini xotirlash faoliyat kunida buzg'unchilik harakatlari yuz berarmish. Rossiya agentligi xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Urush ilohi Shoyguning deyishicha, Ukrayna hukumatining buzg'unchilik qilishi intayin bema'nilik bo'ladi. Yani bayram günüde Krimiya ko'vrigini portlatish bu buzg'unchilik bo'lib hisoblanadi, bema'nilikdir deydi. Dal 5. ayının 9. günü Krimiya ko'vrigini portlagan bo'lsa, bu tahammübak bema'nilik bo'ladi. Bu to'g'rida urush ilohi, yani Davlat Mudofaa ministri Rossiyaning Sergey Shoygu intayin qattiq gap qildi. Demak, Kiev shahrini tuzlab o'taman dedi. Endilikli yana bir xabar vatandaş, Rossiya armiyasi bütün sap bu ish to'xtab qoldi. Amerikaning Ukraynaga yordam berib atgan qurol yaroqlarini izlab topolmadi va bombardimon qila olmadi. Mavzuli xabar 5. ayının 7. günü Jungoga nazar torbetida e'lon qilindi. 5 burchaklik binoda bir nafar yuqori darajalik amaldor Amerikaning Ukrayna urushida to'g'risida tayyorlagan bir parcha yangi dokladida Ukraynaga tajovuz qilib kirgan Rossiya armiyasining to'xtab qolganligini va to'sqinlikqa uchragan butun jarayonni tasvirladi. Ukraynaning sharq-shimol qismida Rossiya armiyasi Ukraynaning ikkinchi cho'ng shahri Kharkovdan 20-30 kilometr neriga sürüp chiqarildi. Ukrayna xalqi Kharkov shahrini yanada qo'g'dab turyapti. Amaliyot Ukrayna bu shahardan aslo voz kechgan emas. Deb ko'rsatdi 5 burchaklik binoning yuqori darajalik amaldorlari. Rossiyaliklar u yerda har qanday ilgirlashga erisholmadi. Rossiya armiyasi sharq taraf urush separa to'sqinlik uchirdi. Rossiya armiyasi Izyum shahrining sharqiy janubiy qism rayonida askariy qismlarni tartibga solib, lekin izchil Ukraynaning har qanday mudofaasini bo'shab o'tolmadi. Rossiya armiyasi Ukraynaning janub tarafiga surilgandimi, texnik ko'p markazlashtirilgan Ukrayna armiyasining shiddatli hujumiga va qarshilik ko'rsatishiga duchor bo'ldi. Shunlashqa Rossiya armiyasi umumiy jihatdan aytganda ilgirlamadi, to'xtab qoldi.